Biz bu qitimliq dərsdə qandaq qılıb özümüz təvə bolğan yeni hüccət quruş və onun əlaqəli bəzi məzmunlarını sözləb ötəylik. Qandaq qılıb yenidən hüccət qurumuz. Bunun cavab tepiş üçün biz aldı bilən şu tizimlik stolunun içindəki birinci hüccətni çəkkəndən keyin bunun üstə serim gözünə göründü. Serim gözünün içində birincisi yenidən quruş. Ben bunu mouse'un sol tarafını çekiyorsam buldu ya ki bunu esketmesi boyunca konuk taksinin kontrol ve in konukçusunu besiş arkalı yeniden ücret kuruş közünün assam buldu. Ben hazır konuk taksinin kontrol bilen in'ni baskan çağda yeniden kuruş közünüge içildi. Bunun için de bu birincisi bu ücretinin namı. Siz kurmak olan ücretinin namı ne bu? Siz bunu özünüz kalgan isimini koysanız buldu. Qo'yib bo'lgandan keyin uni ostida bir qancha serial ko'znaklar bor. Bu birinchisi nima degan chog'da modellari. Siz masalan tayyor modellarni foydalanmoqchi bo'lsangiz, masalan xalqaro o'lchamlik xat nusxasi, xalqaro o'lchamlik qog'oz nusxasini foydalanmoqchi bo'lsangiz, buni chekayotgandan keyin uni ostida yana bir serial ko'znak bor. Bu birinchisi A4 deb turdi. Siz agar A4 cho'nlig'idagi hujjat qurmoqchi bo'lsangiz, bu birinchisidan foydalansangiz bo'ldi. Agar undan boshqa modellardan foydalanmoqchi bo'lsangiz A6, A3, A5 degandeklardan foydalanmoqchisangiz, uni masal tanlasangiz bo'ldi. Tanlagandan keyin men bu yerda A4 degan tanladim. Tanlagan chog'da bu hujjatning kengligi 210 mm dedim. Uning egizligi bo'lsa 297 mm deydi. Agar siz 1 millimetrlar bilan ipingiz kelishmay qolgan bo'lsa, bu film ko'zlakni chekkandan keyin buning ostida buning boshqa uzunlik birliklari ko'rinib turibdi. Masalan, agar siz bu santimetrni texnik yaxshi ko'rsangiz, santimetrni tanlasangiz bo'ldi. Shunday bo'lgan chog'da bu hujjatning kengligi 21 cm, egizligi 29,7 cm deb chiqdi. Buning ostidagisi bo'lsa, buningki suzuk darajasi yoki farqlanish nisbati. Bu nima degan chog'da har diomda 300 piksel mazmun ko'rinadi degan gap. Agar buni siz qancha yuqori qilsangiz, masalan, siz qancha yuqori qilsangiz yoki qancha tuvan qilsangiz bo'laveradi, lekin yuqori qilsangiz bu suzuk darajasi ma'lum nisbatda yuqori bo'lgan bilan hujjatningki umumiy sig'imi yo'qolib ketadi. Agar siz buni bak kichik bitib qolsangiz, garchi hujjatning sig'imi kichikligani bilan, lekin bu hujjatningki suzuk darajasiga yoki aniqlik darajasiga ta'sir qiladi. Undan boshqa bularningki RGB rangning tanlanishi, bularni siz masal tanlasangiz bo'ladi. Buning ostida turgan bo'lsa taglikning rangi yoki mazmuni qanday bo'ldi deydi. Siz mazmun o'zingiz bo'yicha tanlasangiz bo'ladi. Masalan, siz buni oq rangli qilamsiz yoki qorong'li qilamsiz yoki buni suzuk holat qilamsiz va yoki men boshqa bir rangni tanlaydim deb tanlasangiz bo'laveradi. Masalan, siz buni qizil rangli qilib qo'ysangizmi, to'g'on rangli qilib qo'ysangiz bo'laveradi yoki aslidagi holati bo'yicha oq holat ekilman deb bu katakni besh orqali buni tanlasangiz bo'laveradi. Buni tanlab bo'lgandan keyin siz jazmlashtirish knopkasini besib jazmlashtirish knopkasini besib o'tgandan keyin bu yerda yangidan bir hujjat qurildi. Siz bu hujjatdan foydalansangiz bo'ldi. Cho'ngligi qanchalik, kichikligi qanchalik, biz buni ko'rib baxsak bo'ladi. Masalan, men hozir ramklash qurolidan foydalanib turib vaqtincha buningki kengligini ko'rib boqay. Buning ko'rinayotganimiz W va H ishga yarab turadi. W odatda hujjatning kengligini, H bo'lsa hujjatning egizligini ko'rsatadi. Hozir ramlangan rayonning uzunligi kengligi deylik, kengligi 20,96 cm bo'ldi deydi. To'liq taqqan chog'da bu 21 cm. Men mush ramkiningki tanlagan rayonim bo'lsa 11 cm dan oshadi deydi. Agar men umumiy hujjatni tanlagan bo'lsam, menga bayqadak 21 cm kenglikda 29,4 cm egizlikdagi hujjat ekanligini ko'rsatib berdi. Siz bu hujjatning uchurini ko'rish uchun siz mana ko'znakdan foydalanib, buningki uchurini foydalansangiz bo'ladi. Uchurini tanlab bo'lgandan keyin men mush tanlagan rayonninki umumiy rayonni tanlab olsam, buning kengligi 21 cm, egizligi 29,7 cm ekanligini ko'rsatib berdi. Undan boshqa sizning agar ekraningizda bunday santimetr yoki suzg'ichning yordamchi qurol ko'rilmagan bo'lsa, siz ko'rinishdan foydalanib turib buni tanlasangiz bo'ldi. Agar siz ma'lum bo'lgan bo'lsa, siz buningdan suzg'ichni tanlayman desangiz bo'ldi yoki tez ijro qilish belgisi Ctrl va R harfini knopkasini bosish orqali bola ekansiz bo'ldi. Men Ctrl bilan
Arna bassam, hazır sızgıç yardımcı görünüş göründü. Ben bunun hazırki altını mesela santimetrden yoki millimetrga aylandırsam bo'ldi, yoki santimetrni yoqsam, santimetrni alt qilsam yoki piksel altını saqlasam bo'laverdi. Siz qaysi maskalgan bo'lsa, siz shuni tanlasangiz bo'ldi. Bundan keyin buning yana bir afzalligi nima degan chog'da, buni tortish orqali yordam sızg'ini o'zingiz foydalangan yana ekib süralaysiz ve shundan foydalanib turib ishlash mashg'ulot ilib borsangiz bo'laverdi. Agar siz bularni vaqtini yo'qotmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, siz tahlil qilgan bo'lsak, konektordan control bilan H harfini bossangiz, H knopkasini bosgan chog'da bular vaqtini yo'qaydi. Agar buni asli akamoqchi bo'lsangiz, yana control bilan H knopkasini bosgan chog'da bular ko'rinish boshlaydi. Agar bularni butunlay yo'qotmoqchi bo'lsangiz, bularni surib yo'qotsangiz bo'ldi. Bundan keyin yo'tkash qurolini foydalanib turib, bularni tanlab o'ngga yoki so'lga cho'rvasangiz bo'laveradi. Ondan keyin yana bir mashg'ulot nima degan chog'da, siz mushu hujjatning atrofi yoki oq tarafidagi mashg'ulot maydonining rangini yoki umumiy rangini o'zgartirishni xohlab qolgan bo'lsangiz qanday qilasiz? Undaq bo'lsa, siz mushu maydonninki o'ng tarafini chekkan, mousening o'ng tarafini chekib, maydonning usti o'ng tarafini chekkandan keyin bir qancha son sifirlar ko'rinishga boshlandi. Bu birinchisi sukutga holat, ikkinchisi bo'lsa qora rangli. Bu texnik qiynalishib ketadi. Siz agar bolani yaxshi ko'rsangiz, bolani cheksangiz bo'ladi. Yoki buni suvlashtirsangiz bo'ladi, yoki texnik suvlashtirsangiz va yoki o'zingiz ma'lum bir rangni tanlab turib, masalan, sizning ko'zingiz yaxshiroq bo'lsin deb yashil rangni tanlagan bo'lsangiz, mushlar tanlasangiz bo'ladi. Lekin bu rang bak o'chib ketganligi uchun men yana sukutga oldin tanlay. Bundan mashg'ul ilib borsak bo'ldi. Undan boshqa biz bu shu Photoshop yumshoq detalni umumiy ko'rinish, umumiy rangini o'zgartirish uchun qanday qilamiz degan chog'da, yana tanlash stolidan foydalanib, buning ichida ikkinchisi, ya'ni tahrirlashni tanlab, tahrirlashning ichidagi ostidagi asosiy tanlash ko'znagini ochamiz. Asosiy tanlash ko'znagining ichidan ko'rinma yuzini tanlab turib, men bundan foydalansam bo'ladi. Men bu rangni tanlagan chog'da bu Photoshopniki umumiy rengi suzilish boshlandi. Texnik suzlashtirmoqchi bo'lsam, texnik suzlashtirsam bo'ldi. Agar xohlasam yana asli holda saqlab qo'ysam bo'ladi. Buning ostidagilarim o'xshashlar, boya biz o'ng taraf chekkan o'xshash rolni o'ynaydi. Men hozir buni cheksam, hozir mashg'ulot maydonining tagligi texnik qordab ketdi. Men buni asliga akab qo'ysam bo'ldi. Siz qaysi holatni xohlasangiz, shu holatga akabsangiz bo'ladi. Endi deb qo'yish tegishli bir mazmun shuki, bu tahrirlashning ichidagi ostidagi umumiy yoki asos tanlash ko'znagi. Bu tanlash ko'znagi intayin muhim bo'lib, siz o'zingizning xohishiga asosan narsani o'zgartirasiz. Masalan, biz boyda o'tganda ko'rinma yuzini o'zgartirishni qilgan bo'lsak, o'zgarsak bo'lgan jazmlashni kechirsak, biz o'zgartgan holatda saqlanadi. Bundan boshqa hujjatlar, masalan, hujjatni bartaraf qilish, uning ixtiyori yana birisi, masalan, shulardan foydalansangiz bo'ladi. Undan boshqa hujjat saqlash diski rayoni. Masalan, sizning kompyuterinizning qachlangan o'ri, masalan, qachlangan C diska nisbatan kichik bo'lgan bo'lsa, ba'zi hujjat Photoshop ishlagan hujjatlaringizning sig'imidan yo'qolib ketgan chog'da vaqtincha egallaydigan doirasi yetishmay, sizga ogohlantirish berish mumkin. Shunday ahvollardan saqlanish uchun siz bir qancha disklarni yordamga chaqirsangiz bo'ldi. Buning qoidasini tanlab qo'ysangiz, qilsangiz bo'ladi. Shuning bilan kelib sizningki yetarli bo'shliq paydo bo'ladi. Shuning bilan siz bundan jazmlashtirish ko'nikmasini besib bo'ladi. Undan boshqa masalan, suzukligi va rangi deydi. Suzukligi va rangi deganlarni biz bag'an so'zlab o'tamiz. Masalan, bu nima degan chog'da, men hozir taglikda oq bir parcha rang turibdi. Agar men bu oq rangni boshqa rang o'zgartmoqchi, ya'ni suzuk akamoqchi bo'lsam qanday qilmaydi degan chog'da, hozir bu men o'zgartib turay. Masalan, men bu hozir holatni yeyish uchun buni bag'an so'zlaymiz. Alt knopkasini besib turib, buni qo'sh chekkan chog'da bu ozod bo'ldi. Ozod bo'lgandan keyin men bu ko'rish ko'z knopkasini o'chirib olsam, holat hozir chaqmoq rangli holat keldi. Bu nima degan chog'da bu suzuk holat deymiz. Bu suzuk holatni PNG holatda, ping holat chiqargan chog'da shu doiramiz suzuk holat chiqadi. Siz bundan foydalansangiz bo'ldi. Men hozirgi holatni foydalanib, yana asos tanlash ko'znagini qayta echib turib, buning ichidan men
süzüklük va rang deganni tanlay. Süzüklük tanlagan chaqda hozirgi masalanga men bu chaqmoq rang, ya'ni bizga nisbatan süzüklük ifodalaydigan rangni men boshqa holat ko'rsatmoqchi bo'lsam, men bularni tanlasam bo'laveradi. Tanlab yoki men bu rangli holat ko'rsatib turay, men bu texim yaxshi ko'raman, siz tanlasangiz bo'ldi. Va yoki aslo aka qo'ysangiz bo'ldi. Undan boshqa siz bu taglikni agar süzük holati ko'rinmasin, har vaqt oq rangli ko'rinsin desangiz, buni yo'q degan tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Bu garchi süzük bo'lsa-mu, lekin sizga har vaqt ya'ni oq rangli ko'rinadi. Agar buni qilsangiz texim kichik chaqmoqlar bo'yicha ko'rindi. Hozir holati o'tiral, normal holati, undan boshqa texim cho'ng kelsangiz bo'ldi. O'zingizning xohishi qaysini mos kelgan bo'lsa, shuni tanlasangiz bo'laveradi.